Bolajonlar, bugun biz sizlar bilan mana shunaqa chiroyli ko'rinishdagi piyalachani birgalikda yasab olamiz. Loyimizni dastgohimizga qo'yib olib, uni silliq qilib tekislab, qo'limizda suv yordamida ko'tarib olamiz. Men diyetdan, loydan maza, o'yinchoqlar, uyakchalar yasaolmayman. Yasash qiyinmi yo oson? Osonmi, dumaloq qilib, tekis qilib, silliq qilib, laklab o'yib, hammasi yattarashib, qotib, ustozlarga ko'rsatamiz. Men Ravshanbekova Malika Rahmatullayevna ushbu maktabning texnologiya fani o'qituvchisi bo'laman. Maktabimizda 2-yil mana shunaqa kulolchilik fani yo'lga qo'yildi. Bolajonlarimiz juda ham qiziqish bilan qatnashishadi. Loydan turli xil buyumlar yasashadi. O'zlarining qalbidagi fikrlarini loy orqali ifoda etishga harakat qilishadi. Gapira olishmasa-da, o'z fikrlarini, so'zlarini mana shu loylar orqali bizga yetkazib berishga harakat qilishadi. Turli rangdagi bo'yoqlardan foydalanib, loylar yasagan idishlarini bezatishadi. Ushbu fan orqali bolajonlarimiz hunarni o'rganishmoqda. Bilamiz, hunarli inson hech qachon xor bo'lmaydi. Ularni mana shunaqangi chiroyli ijod namunalari o'zlariga ishonch bag'ishlab, o'z iste'dodlarini namoyish etishadi.